Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimigan. Bugungi obzorimizda Elda modellarimiz. Jamshid, to'xtang. Obzorni bitta o'yiz qilaverasin. Bugun mijozlar uchun yangilik qilamiz. Obzorni ikkalamiz ko'rib chiqamiz. Qani unda boshladi. Assalomu alaykum Chimgan muxlislari. Mana bugungi kontentimiz sizlar uchun ikkita menejer chiroyli obzor qilib beramiz. Xudo xolasa bo'lmasa boshladik. Elda 304 dan boshlaymiz. 3 portion 30 ot kuchi. Apparat oldi-orqa balon tortadi, 60-70 agatga tushadi. Endi o'rtasiga o'tamiz, ya'ni rul qismiga. Akalar, 30 ot kuchli traktor 5 kabinada ko'rasizlar, har doimgidek sideniya lyuks variantda. Bundan tashqari mana bu yerda vom обороты 540 ming, skorost mexanika korobka, 4 ta podacha, tashbaqa quyon. Traktorda nima bo'lsa, hamma narsa bilan jihozlangan. Orqa naveska ko'tarish qismiga ham o'tamiz, uni ham tanishtirib o'tamiz aka. Elda 304 modelimizda boshqa modellardan ko'ra 304 modellarda kamdan kam holatda bo'ladi bosadigan silindr. Yani ko'rasizlar, bunda bosadigan silindr ham mavjud. Kompressor bachogi faqat shu Chimgan traktorlarda mavjud. Bundan tashqari balonlar razmerini ham aytib o'taman. Balonlar razmeri orqa 9,5 ga 24, oldi 6 ga 16. Mana hurmatli mijozlar, traktorimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldinglar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7,5 ming dollar. To'lov siz xohlagan usulda leasing, kredit, naqd, перечисление любой usulda to'lov qilsangiz bo'ladi. Endi keyingi obzorimizni Elda 404 modeliga. Mana hurmatli obunachilar, Elda 404 modelimizni bu traktorimizni 40 ot kuchi, 4 ta portion apparat motor bilan jihozlangan. Endi davom etamiz. Akalar, ko'rib turganinglarda Jamshid aytgandek 4 portion 40 ot kuchi. Bunda undan tashqari oldingi modellardan ko'ra farqi, oldingi modellarda rul gidravlikasi, ya'ni antifriz bachogining o'rnida joylashgandi. Hozir mana oldingilarda antifriz bachogi yo'q edi. Mana maxsus bor. Undan tashqari ko'rib turganinglarda moylar, ya'ni solyarka yoqilg'i qancha qolgan datchiklarigacha o'rnatilgan. Akkumulyator 120 talik, radiator, воздушный filtr. Undan tashqari mana ko'rib turibsizlar, moy filtri hamda endi sizlar bilan albatta rul qismiga ham o'tmasak bo'lmaydi akalar. Oldingi modellarga nisbatan bunda ham ancha o'zgarishlar bor. Mana tegini ko'rib turibsizlar. Linoleum qilingan. Bemalol oldinglarda joy ko'p. Bu ham xuddi shu 304 bilan bir xil 4 ta skorost, ya'ni mexanika korobka. Пониженныйda 4 ta, повышенныйda 4 ta. Tashbaqa quyon, bu yerda blokirovka richaklar hammasi sizlarga qulay joyda joylashgan. Bundan tashqari mana akalar ruchnoy gaz ham maxsus joyda joylashgan, qiynalmaysizlar, maza qilib haydaysizlar. Naveska qismiga o'tamiz. Traktorimizning orqa qismiga ham o'tdik. Traktorimizni навесной 800 kilogacha bemalol ko'taradi hamda vom обороты 540 ga 720. Gidrobachogi ham bor. Traktorimizning orqa balonlari 11 ga 2 28, oldi balonlari esa 7,5 ga 16. Akalar, 404'imiz narxini aytib o'tamiz. 404'imiz narxi hozirgi kunda 8800 dollar. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi sizlar bilan keyingi 504 modelini ko'rib chiqamiz. Keyingi traktorimizni Elda 504 modeli, ya'ni 50 ot kuchi, 4 ta portionga ega apparat motor bilan jihozlangan. Akalar, 504 modelimizda 3 ta yangilik, ya'ni qulayliklari mavjud. Ularni aytib o'tishimizdan oldin Chimgan O'zbekiston, ya'ni YouTube kanalimizga hamda Telegram kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yib, like bossanglar, undan keyin qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Eng so'nggi videolarni paydo bo'lishi bilan sizlar bilan ulashamiz. Birinchi qulayligi, akalar, elektronniy massa, ya'ni kalitda o'chadi, kalitda yonadi. Oldida protivotoshlarni ko'rasizlar. Bundan oldingi partiyalarida, ya'ni bu yaqinda keldi. Bundan oldingi partiyalarda 4 tadan bo'lardi, hozir bunda уже 6 tadan. Endi
sizlar bilan bu yog'ini boya ko'rib chiqdik. Hamma qulayliklari 404 modeli bilan bir xil. Faqat motorda farqi bu 50 ot kuchi bo'lgani uchun bunda gilza kattaroq. 50 ot kuchi bo'lgani uchun. Endi sizlar bilan sijeniya, ya'ni rul qismiga ham o'tirib olamiz mana va birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi yengilligini aytdik, ikkinchi yengilligi revers, ya'ni revers ichak ko'rasizlar, shunday rul yonida bemalol qiynalmaysizlar. Haydab ketaverasizlar. Mana boyaga gap isboti bilan bo'lsin deyishilar uchun akalar mana nuftani bosdim. Mana massa ulanmagan kalitda mana yondi va mana kalitda o'chdi. Uchinchi qulayligi shu, ya'ni bu yerda oldingi modellarda bilasizlar, olgan akalarimiz ham agar shu videoni ko'rsa bilishadi, solishtirib ko'rishsin. Anaqa yo'q, patsos yo'q, o'chiradigan. Bemalol shu kalit yonadi, kalit o'chadi. Keyin yana bitta narsa, akalar mana ko'rasizlar, kaliti yonmayapti. Nuftani bosmagunizcha. Nuftani bosgandan keyin yonadi traktor. Bu o'sha zamonaviy traktor. Sizlarga qulaylik bo'lsin deb. Bunda vom oboroti 540 ming, tashbaqa quyon, 4 ta skorost, ya'ni повышенный, пониженный hammasi mavjud. Akalar, o'sha endi qolgan rechaklarni o'zingizlar bilasizlar. Orqa naviska ko'tarib tushirish, blokirovka, oldini qo'shadigan hammasi bor. Sijeniyani endi gap bilan aytish ojiz deydi-yu. Sizlar bilan orqa naviska qismiga ham o'tamiz, uni ham tanishtirib o'tamiz. Orqa naviska qismiga ham o'tib oldik. Birinchi bo'lib pastdan emas, tepadan tushamiz. Havo kompressor bachogi, undan keyin распределительlar, ya'ni o'sha navisni qanaqa yog' bilan, moy bilan, ya'ni silindr bilan ishlaydiganlarni bemalol ulaverasizlar. Ikkita bosadigan silindr, vom oboroti o'sha 540 ming, pritsep ulaydigan va orqa naviska 800 kilogacha yuk ko'taradi. Endi bugungi obzorni Elda 504 kabina bilan tugatamiz. Akalar, obzorda 504 Elda kabina. Ya'ni kabinalar ichida eng lyuks varianti, ya'ni bundagi lyuks ancha-muncha yengil mashinada ham yo'q. Endi bu albatta motor qismiga taalluqli emas, salon qismiga taalluqli. Sizlar bilan hozir birinchi o'chirib motor qismini ko'rib chiqamiz. Bunda xuddi shu elektronli massa, endi 504 da aytdim, buni ham aytib o'tirmayman. Elektron massa, akkumulyator 120 talik, konditsioner radiatori, konditsioner motorchiga, apparat bu ham 4 portion 50 ot kuchi. Ko'rib turibsizlar, akalar, yana bitta narsasini shu yerda o'zida aytib o'tganmiz. Предохранительlar. Ya'ni oldingi modellarda предохранитель ichkarida joylashganida yetish imkoni qiyinroq edi. Hozir sizlarga qulaylik bo'lsin deb mana предохранитель shunda shu yerda joylashgan. Bundan tashqari inshalar, starter hamma narsa bilan bor. Va oldingi modellarimizda qutisi yo'q edi. Hozir mana bunday qutilar bilan kelgan. Balonlar 60, 70 hamda 90 agatga tushadi, akalar. Воздушный filtr, bakni ko'rasizlar. Bakimizni sig'imi 60 litr. 60 litr yoqilg'i ketadi. Endi sizlar bilan akalar salon qismini ko'ramiz va salonni sizlarga Jamshid, ya'ni sherigim tanishtirib o'tadi. Akalar, Umar aytgandek, haqiqatan bu traktorimiz lyuks hisoblanadi. Nimagaligi nima hozir sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi o'chiritda obshivkasi boshqa traktorlarga qaraganda ancha aqlli hisoblanadi. Qo'shimcha jihozlar magnitofon, Bluetooth hamda USB va rechaklarni bilasizlar. Пониженный, повышенный, навесной. Mana bu yerda qo'shimcha перекуритель, qo'shimcha USB ham bor. Telefonlaringlarni qo'yib bemalol zaryadga qildirib traktorni haydaverasizlar. Traktorimizda konditsioner, yozda issiq kunlarida mazza qilib traktorni haydab ketasizlar. Ko'chadagi issiq sizlarni bezovta qilmaydi. Tellab, pishib, haydab qiynalmaysizlar. Yozgi kunlarida ham bemalol mazza qilib traktorimizdan foydalanaverasizlar. Traktorimizni o'sha lyuks joyi mana akalar. Lyuki bor. Lyuki nima deyapti akalar? Bu lyuk GM mashinalarida faqat Gentra'da bor. Undan qimmatlarida. Hatto Cobalt'da ham yo'q.
Hurmatli obunachilar, Lux traktorimizni salon qismini ko'rdinglar. Endi obzorni Umar davom ettiradi. Akalar, bu traktorimiz ham xuddi shu orqa naveskasi 8 kilo. Elda 404, 504 hamda 504 kabinamiz hammasi bir xil ves ko'taradi, 8 kilogacha. Bunda ham ikkita bosadigan silindr, havo kompressor bachogi, undan tashqari eng qulayligi mana akalar, bu richak ko'ryapsizlar. Bu richak ya'ni nima vazifani bajarib beradi, buni aytib o'tamiz. Ya'ni agar dalada o'zingiz qoldingiz, orqa naveskani masalan plug chizel taqmoqchisiz, salonga chiqib ko'tarib tushirib o'tirmaysiz, shu yerda o'zida orqa naveskani bosib, ya'ni silindr ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari akalar balon razmeri ko'ryapsizlar, har bitta balon, ya'ni orqa balonda 50 kilogacha protivovес o'rnatilgan. Balon razmerlarimiz 11.2 ga 28 orqa. Oldi balonimiz 7.5 ga 16. 60-70 agar kim so'rasa, mana traktorlar bor. Mana hurmatli obunachilar, eng komfortli traktorimizni ham obzorini ko'rdinglar. Endi asosiy joyiga keldi, ya'ni bu narxi. Bu traktorimizning narxi $10.500. Traktorimizning soni chegaralangan. Ulgurib qolsanglar, ulgurib qoldinglar. Bo'lmasam, keyin ozgina kutishinglarga to'g'ri keladi. Podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Akalar, mana bugungi obzorimizni sizlar bilan Jamshid Chimgan bilan birgalikda qildik va yana bitta narsa, shu elda modellarini sizlar bilan ko'rdik. Hammasi yili 25. Endi xudo xolasa bundan keyin birgalikdagi kontentlar ko'proq chiqsin deyishinglar uchun like, podpisatsiya tugmasini hamda olov berib yuboringlar. Xudo xolasa Jamshid bilan chiroyli obzorlar qilib boramiz. Albatta bitta narsani unutmanglar, pastdagi nomerlar aloqaga chiqish hamda like ga bosib qo'yishni unutmanglar hamda podpisatsiya. Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimgan, Chimgan O'zbekiston, hosilingiz kafolat. Bulla bu nima edi?